Assalomu alaykum. Odatda bunaqa jarayonlarni kechqurun qilishardi. Biz uyquda bo'lganimizda ko'rmaganmiz. Akalarga respekt. Suvda palasa chizish jarayoni. Paxtakor metrodan OB metroga ketirish yo'nalishga yo'l belgi, yo'l chiziqlarini chizish jarayoni. Ana mashina orqaga qarab ketyapti. Belgilab olib, yo'lga qarab yurib keladilar. Loyihalar chizish boshlandi. Bir tomondan avtomobillarni qo'yildi. Chizib kelyapti. Mana yon tarafdan sepib chizilar ekan. Suvda ishlash oson emas. Ma'lum kuch-quvvat bersin. Eskisini ustiga shunday tushirishyapti. Ko'rasizlar. Kelishyapti. Mana shu o'rinda bir odam xayoliga gap kelib qoldi. Bekorga yuqoriga intilishmas ekanda. Qancha yuqori bo'lsa shuncha tepaga bekorga intilishmas ekan. Tepadan manzara pastga qaraganda boshqacha ko'rinar ekanda. Hammadan o'zini baland tutgandek, balandda turgandek, qanaqadir kibrga ketadigan manzara bo'lib qolar ekan. Shunda shu pastga qarab hozir xayolimga shu gap kelib qoldi. Lekin shu tepadan qarayotganlar pastga tushishni ham o'ylasin. Bir kun pastdan tepaga qaraydigan payt kelib qoladi. Qalin qilib chizishyapti. Belgilangan joyga yetib kelishdi. Kuzatib boramiz. Assalomu alaykum. Xbek Building xohlasa mayda juda avjida bo'layotgan ishlarni qolma, xohlasa ishimizni rivojini bersin. Sog' bo'lasizlar.